Assalomu alaykum. Bugungi kunimiz 19-noyabr, hafta kuniga chorshanba. Mana biz fermamizda bugun sun'iy urug'lantirish bo'yicha sigirlarimizni ajratib, sxemalarni boshladik. Shularni sizlarga 15 kun mobaynida davolab, sun'iy urug'lantirish bo'yicha qo'ldan kelgancha maslahatlarni berib o'tamiz. Bizi fermamizda 1,5 ming bosh molimiz bor. Shularni sizlarga bir boshdan kasalliklarini, tuyoq kasalliklarini davolash va sun'iy urug'lantirish, buzoqlardagi har qanday ichki va yuqumsiz kasalliklarni davolash bo'yicha maslahatlar berib o'tamiz. Videolarga like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar, sizlarga chiroyli videolar chiqarib borishga harakat qilamiz. Mana shu mollarimizni ajratib oldik sog'indan. Bulardan 50 taga yaqini tuqqaniga 50 kun, 55-60 kun bo'lgan munojirlarimiz birinchi tug'ishiga tug'ib, ikkinchisiga mana qochiryapmiz. Sog'indagi sigirlarimiz. Qolgani 3-chi, 4-chi, 5-chi tug'ish sigirlarimiz. Mana shularni har kuni qochadorlarni massaj qilib, 15 kun mobaynida licheniyasini qilib davolab, hammasini bir kunda sun'iy urug'lantiramiz. Hali qochqisi kelsa, kelmasa bizga qizig'i yo'q. Biz o'zi sxema asosida licheniyani boshlaganmiz. Hamma ishimizni sohatiga qo'yib, ukullarni qilamiz. Sohatiga qo'yib, sun'iy urug'lantiramiz. Mana shu bolalarimizni ajratib olganmiz. Mana ajratib, belgilab, hammasini belgilab chiqqanmiz. Soni 72 bosh. Hammasi sog'indagi sigirlar. Ularni hammasini Yevropadan kelgan ishonarli urug'larimiz bor. Simental, Galshten, Angus o'shalari bilan urug'lantiramiz. Simentallarga simental qo'yamiz, Galshtenlarga Galshten qo'yamiz. Faqat ichida hali qochish qiyin kechadigan sigirlarimiz bo'ladi. Ularga Angusni urug'ini qo'yamiz. Sababi Angusni urug'i harakati tez bo'ladi. Galshten yo simental urug'ida qochmagan mollar Angusni urug'ida 90% qochadi. Videolarimizga like bosib, obuna bo'lib turasizlar. Sizlarga chiroyli videolarni chiqarib borishga harakat qilamiz. Sun'iy urug'lantirish bo'yicha, tuyoq kasalliklari bo'yicha va mollarni uziy qilish bo'yicha vodiy bo'ylab xizmatimiz ham bor. Telefon qilaverasizlar. Mana stanogimiz tuyoq ko'rilyapti, hozir yoqda mollar oyog'i ko'rilyapti. Mana shunaqa stanogimiz ham bor. Asosiy mashinamizda arava olib olganmiz. Fermalarga olib borib, fermalarda mollarni, tuyoqlarni tekizlab, chaqlab ko'rib beramiz. Aholida ham ko'rilaveradi. Vodiy bo'ylab xizmatimiz bor. Videolarimizga chiroyli like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Chiroyli videolar chiqarib borishga astoydil harakat qilamiz.